Asosiy joyi ushbu soat IP67 himoyaga ega, ya'ni bu soat bilan bemalol 1 metrlik chuqurlikda 20 daqiqa suvsiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan iQibla S2 smartwatchlarini to ulanishidan boshlab ishlatilishigacha obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda smartwatch xarid qilganingizdan keyin xuddi shu smartwatch korobkasining orqa tarafida Android va Apple uchun maxsus QR kod mavjud. Ushbu QR kodni skaner qilish orqali siz programmani telefoningizga ko'chirib olasiz. Ko'chirib olganingizdan so'ng ushbu smartwatch butunlay siz telefoningizga ulanadi va uni funksiyalaridan foydalanishingiz mumkin. Demak, unpacking. Ko'rishingiz mumkin, dizayn juda chiroyli. Endi buni ichini ochib ko'ramiz. Ichidan nimalar chiqadi? Xuddi shunaqa sizlarga tilay bildiriladi ichida va undan tashqari ko'rishingiz mumkin o'zining maxsus soati. Buni 3 xil rangi mavjud. Xuddi shunaqa berezovoy rang va u yerda silver rang va qora rangdagi smartwatchlar mavjud. Xo'p, ichidan nimalar chiqadi? Ichidan xuddi shunaqa chiroyli dizaynga ega, ingichka ko'rinishga ega smartwatch chiqadi. Undan tashqari korobkaning ichida o'zining alohida remeshogi bor. Ya'ni ikkita remeshokdan iborat. Birinchisi ko'rishingiz mumkin, aynan ayollar uchun mo'ljallanganda ikki xil rang. Ya'ni oq va pushti rangdagi remeshok chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oq remeshok ham dizayn juda ham chiroyli. iQibla belgilari bilan. Hop, bundan tashqari o'zining asosiy remeshogi. Asosiy remeshogi ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli dizaynga ega va rangi ham приятный ishlangan. Bundan tashqari ichida ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda qo'llanma, ya'ni 3 xil tilda qo'llanma chiqadi. Bu yerdan bemalol o'qib, qanaqa ishlatish kerakligini bilsangiz bo'ladi. Undan tashqari ichida защитный, ya'ni ekranni защита qiladigan plyonka, laminatsiya chiqadi. Va eng oxirgi narsa albatta o'zining maxsus zaryadkasi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli ishlangan. Remeshok taqish usta kerak emas. O'zingizlar taqsanglar bo'ladi bemalol. Ko'rishingiz mumkin, soat orqa tarafida xuddi shunaqa teshiklar mavjud. Teshikka birinchi bu joyni olib borasizlar va mana bu yerda o'zining kruchogi bor. Kruchokka ezib turib, ikkinchi tarafiga taqib olasizlar. Remeshok taqildi. Remeshok taqqaningizdan keyin esingizdan chiqib qolmasin, orqasida xuddi shunaqa plyonkasi bo'ladi. U plyonkani olib tashlash kerak. Chunki bu joyda sizlarning hamma harakatingiz o'lchaniladi. Soatni yoqqaningizda xuddi shunaqa QR kod turadi. QR kodni maxsus programma orqali skaner qilasizlar. Ya'ni iQibla programmasi orqali xuddi shu joyga kirasizlar, mana skaner turibdi. O'sha yerda bosib, QR kodni skaner qilsanglar, telefonga ulanadi. Soatni telefonga ulagandan keyin nimalarni o'zgartirsa bo'ladi. Xuddi shu joyda nastroyka degan joyi bor. Bu yerdan kirib, sizlar bemalol o'zingizga yoqqan zastavkani qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham turli xildagi zastavkalar bor. Hammasi qimlingan zastavkalar, juda ham chiroyli turadi. Mana ko'rishingiz mumkin, telefon bilan sinxronizatsiya bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, zastavka qo'yildi. Juda ham chiroyli zastavka. Xo'p, undan tashqari, yana bu yerda ko'rishingiz mumkin, soatni uzish ham mavjud. Ya'ni soatni kimdir hadya qilmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu joyga kirib uzib qo'yishingiz shart, yoki u odam soatni ishlata olmaydi. Bundan tashqari bu yerda kontaktlar bor. Kontakt qo'shib olsangiz bo'ladi bemalol. Keyin bu yerda SMS qaysidan keladi? Soatingizdagi. O'shani to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Telegram holatini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda Messenger ham bor, Facebook, oddiy SMS ham bor, hammasidan bor. Xo'p, bundan tashqari sog'lig'ingizni kontrol qilib turadi. Ko'rishingiz mumkin, yurak urishini tekshirib tursangiz bo'ladi, shagometrlari bor, uxlash rejimingizni tekshirsangiz bo'ladi. Undan tashqari qondagi kislorod miqdorini tekshirib tursangiz bo'ladi. Soatda qanaqa funksiyalar mavjud? Ko'rishingiz mumkin, menyu kirgandan keyin sizlarda birinchi navbatda qo'ng'iroq turibdi, ya'ni sizlar barcha kiruvchi qo'ng'iroqlar bilan gaplashishingiz mumkin. Ikkinchi o'rinda SMS turibdi, ya'ni sizlar ijtimoiy tarmoqlardan keyin barcha SMSlarni qabul qilishingiz mumkin. Hattoki oddiy SMSlarni ham qabul qilsangiz bo'ladi. Uchinchi Qur'on turibdi, 30 pora Qur'on mavjud va zvuki juda ham chiroyli chiqadi. Hozir eshittirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa shig'illashsiz zo'r eshitilyapti. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin bu yerda 5 vaqt namoz. Ya'ni sizlarga soat 5 vaqt namozni
azon va vibratsiya orqali bildirib turadi. Xohlasangiz uni funksiyani, ya'ni azonni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunda sizlarga faqatgina vibratsiya orqali eslatib turadi namozni. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin, bu yerda duolar mavjud. Haj umraga borganda o'qilagan duolar, uxlab turganda o'qilagan duolar, kiyim kiygandagi duolar, tahorat payti o'qilagan duolar, uyga kirganda o'qilagan duolar, masjidda o'qilagan duolar, azon aytgandan keyin o'qilagan duolar, juda ham ko'p duolar mavjud. Bularning barchasini yodlab olsangiz bo'ladi. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin, bu yerda tasbih funksiyasi bor, ya'ni sizga doimiy tasbih eslatib turadi, ya'ni zikr eslatib turadi. Va bu yerda Asmaul Husna bor. Asmaul Husnani kirib, ma'nosini ham bilsangiz bo'ladi. Va bu yerda kalendar, hijriy va Georgian kalendari bor. Undan tashqari shagometr mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda necha qadam yurgansizlar, qancha kilometr yurgansizlar, qancha vaqt yurgansizlar, hammasini ko'rsatib turadi. Va bu yerda sport rejimi ham bor. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin tashqaridagi sportlar, ya'ni yurishingiz mumkin, yugurishingiz mumkin, hiking, ya'ni tog'ga chiqishingiz mumkin, velosiped uchishingiz mumkin yoki suvda qayiqda suzsangiz ham o'shani hisoblab berish mumkin. U kirasizlar, suzishdan oldin start bosib qo'ysangiz bo'ldi. U yerda hisoblab boradi o'zi. Mana vaqt boshlandi. Shunda sizlarga doimiy kaloriyani hisoblab ketadi. Va undan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin, agar zalga chiqadigan bo'lsangiz, zaldagi bega o'yinni hisoblasangiz bo'ladi, press hisoblasangiz ham bo'ladi va ko'rishingiz mumkin bu yerda velotrenajyorni ham hisoblab beradi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin sport turlari, futbol, badminton, tennis, beysbol, hamma sport turlarini agar borayotganingizda yoqib qo'ysangiz, qancha kaloriya ishlatganingni hisoblab beradi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, hattoki yogada, ya'ni dancingda va hattoki hamma skakalkalarda ham qancha kaloriya yo'qotasizlar, hammasini hisoblab boradi. Uyqu rejimi ham mavjud. Bu yerda qancha vaqt uxlagansizlar, hammasini ko'rsatib turadi. Uning uchun faqat soat taqib yotishingiz kerak bo'ladi. Va bundan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin, yurishlarni tekshirib turadi. Mana xuddi orqa tarafida sensorlar mavjud. Sensor orqali sizlarni doimiy nazorat qilib boradi. Undan tashqari eng muhim narsalardan bittasi, ya'ni qondagi kislorod miqdorini hisoblab boradi. Uning uchun ham xuddi soat taqqan bo'lishingiz shart yoki hisoblash xato bo'ladi. Shuning uchun taqib, keyin bu narsani ishlatasizlar. Budilnik funksiyasi bor. Agar uxlab qolgan bo'lsangiz, bemalol budilnik olib qo'yishingiz mumkin bu yerda. Sizlarga vibratsiya orqali va zvuklar orqali uyg'otishga harakat qilib qo'yadi. Va bu yerda qo'shimcha timer va sekundnomer mavjud. Bemalol mashq qilayotgan paytingizda yoki poyga o'ynayotgan paytingizda bundan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari setting funksiyasi mavjud. Bu yerda kirganingizda sizlar butun soatni kontrol qilasizlar, ya'ni zvuklari, displey yorug'ligi, ekran o'chib qolishlari, tillar va bundan tashqari boya aytgandagi skanerlash funksiyasi ham mavjud mana shu yerda. Shunaqa zo'r funksiyalari bor smartwatch xarid qilish uchun bizni hamkorlar bilan albatta bog'laning. Eng yaxshi obzorlarni kutib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling.